Assalomu alaykum, Universal Texnikalar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana Dog'olasa Toshloq tumanida Qumariqda MFDagi arzonlashtirilgan yem markazimizdan siluslarimiz optim narxda chiqib ketyapti. Siluslarimiz narxlarini sindirib yordik. 20 kilolik 12,5 ming so'mdan bo'ldi. Dastlabkasi ichida. Hammasi bitta joyda, hozir xudo xolasa furaga tayyorgarlik ko'rilyapti. Furada kelib yuklab olib ketiladi. Mana shu bitta fura qilib tayyorlaymiz, Dog'olasa olib ketishadi. Mana yangi afg'on kepaklarimiz kelgan. Kepaklarimiz narxlari 62 ming so'mdan boshlanadi. O'zi eng arzoni bu 64 ming so'mdan yetib keldi. O'zbekiston bo'yicha, butun O'zbekiston bo'yicha dastlabkilari tekan holatlarda mana kepaklarimiz juda ham sifatli, a'lo darajada ishlangan. Mana bitta furada olib kelib, hozir tushirib mashika joylab beryapti. Dog'olasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranga raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Videoga bitta like bosib, kanalda mehmonlar podpisatsiya tugmachasini bosib, shu videoni chorador tanishlarga yuborib qo'yamiz. Maksimal darajada tezroq jo'natamiz. Dog'olasa siluslarimiz ulgurmayapti. Narxlarni bomba qilib sindirib tashladik. 12,5 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi ichida. Videoga bitta like bosib qo'yamiz.